Bugun ilmiy amaliy konferensiyamiz ham oilaviy hunarmandlarning mamlakatning turizm jozibadorligini oshirishga qo'shayotgan hissasi deb nomlanadi. O'zbekiston noma'lum masalalar davlat siyosati doirasiga ko'tarilgan va davlat rahbarining nazoratida turgan dunyodagi yagona mamlakat turizmga xulosa qilganman. Buni hukumat prezidentimiz bilan uchrashuvda mana shu jumlani aytib, butun ham hunarmandlar nomidan minnatdorchiligimizni kishiga bildirganman. Tadbirda juda muhim masalalar ko'rib chiqilyapti. Bu alohida hunarmandchiligimizni ahvoli va uning rivoji esa ikkinchi navbatda turizmni. Ma'lumki, boshqa mamlakatlardan farqli o'laroq O'zbekistonda ikki soha, hunarmandchilik va turizm bir-biri bilan bog'liq. Chunki ayni kunlarda badiiy hunarmandchilik bilan shug'ullanadigan ustalarimizni bizning asosiy xaridorlarimiz xorijlik sayyohlar. Internet magazin orqali va xorijda ko'rgazmalarga ishtirok qilib o'sha yerda asosagi yana bir tomoni xorijdan oladigan buyurtmalarimiz. Mana oilamiz misolda ko'rib o'tadigan bo'lsak, uchala farzandlar hunarmandchilik bilan shug'ullanyapti. Keyingi yillarda oliy ma'lumotli hunarmandlarning safi juda kengayib ketyapti. Bu albatta faxr.